Lekin realni olsang, lekin pulga arziydigan mashina to'g'risi. Bunaqa расход, bunaqa motor, bunaqa komfort, bunaqa ходовой bilan arziydi puliga. Hech nima olardim shundan o'zim. Assalomu alaykum do'stlar, bizni kuzatuvchilar, qadrli obunachilarimiz. Demak, bugungi video obzorimiz Bestyumbao avtosalondan bo'ladi. Buxorodagi Stora bozor qarshisidagi Bestyumbao avtosalondan. Bugungi video obzorimiz ozgina boshqacha ko'rinishda bo'ladi. Demak, bugungi video obzorimizda yangi brend 212 brendidan T01 avtomashinasi. Hozir avtomashinani bitta-bitta to'liq detalma-detal sizlarga obzor qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha videoni oxirigacha kuzating, narxlari oxirida bo'ladi. Demak, birinchi aytib o'tadigan narsamiz ko'rinishi, kuzov qismidan bo'lib o'tadi. Ushbu avtomashinamizni kuzov qismi o'sha mashhur qimmat brend hisoblangan Gelik, ya'ni Geländewagen mashinasiga o'xshab ketadi. Bitta ko'rsatib o'tamiz to'liq gabarit qismini. Mashinaning uzunligi 5 metr deyarli. Bitta ko'rsatib o'tamiz. Kuzov qismi ham to'liq metal bo'lmagan, ya'ni bu ko'pchilik obunachilarimiz o'ylashi mumkin, bu plastmassadan qilingan. Bu plastmassa emas, bu shunaqa spetsialniy kuzov uchun ishlatilgan materialdan qilingan. Bu nima uchun? Mashina haddan tashqari og'ir bo'lib ketmasligi uchun. Mashina agar haddan tashqari og'ir bo'lib ketsa, demak motorga nagruska tushadi va shuning hisobiga расходi ko'payadi. Bitta motor qismini ko'rsatib o'tamiz. Marhamat. Motor qismini ko'rsatib o'tamiz. Demak, ushbu motor 2 turbina bo'ladi va 238 ta o't kuchiga ega. Ko'pchilik aytish mumkin, ushbu mashinaga 2 turbina qanday? Bu mashinani hozir sizga aytib bersak ham siz to'liq tushunmasligingiz mumkin. Bitta kelib, test drive qilib, haydab ko'rganingizdan keyin ushbu mashinani kuchini to'liq anglab yetasiz. Shu gavdasi, shu gabariti bilan 2 turbina motori bilan 0 dan 100 gacha, demak 8 sekundda chiqadi. 238 o't kuchi hozir aytib o'tganimizdek, to'liq hamma detallari 212 brendini o'ziga tegishli. Xo'p, keyingi aytib o'tadigan narsamiz, detalimiz, demak, balon qismi va ходовой qismi. Ходовой qismi to'liq, demak, mustaqil va ramli mashina hisoblanadi. Raman ustida yig'ilgan. Demak, diskasi 17 razmerli bo'ladi. Buni xohlagan razmeringizga almashtirsangiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bemalol joy yetadi. Buni o'zingizga moslab shaharning ichiga haydashingiz uchun yoki da off-road holatiga keltirsangiz ham bo'ladi. Unisi endi o'zingizning talabingizga, istagingizga istab xohlaganingizdek almashtirishingiz mumkin. Va salon qismiga o'tishni boshlasak, tashqari qismdan, dizayndan ko'zga tashlanadi. Birinchi 360 graduslik kamerasi bo'ladi avtomashinada to'liq va zavodskoy video registratori ham bo'ladi. Eshikni ochishdan oldin mana beskulchovoy dostuplari bo'ladi. Bitta ko'rsatib o'ting. Mana eshikni ochishingiz bilan sizni mana bunaqa ajoyib bo'lgan, demak, elektron parog kutib oladi. Ko'p brendlarda, ko'p mashinalarda, demak, mana bu elektron parogi juda ham nima deydi? Og'irlikni ko'tara olmaydi, ya'ni nozik bo'ladi, lekin bunda mana chiqib ko'rsatamiz, bemalol ko'taradi. Salon qismiga o'tamiz. Bitta, demak, salonga o'tirganingizda sizni nimalar kutib oladi? Gidravlika rul, cruise control, climate control, demak, off-road, eco normal sport rejimlari, mana bu yerda knopkalarni ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Bitta-bitta deflektorlari bo'ladi va kattagina monitori bo'ladi. Xo'p, elektronniy ruchnik, avto hold va korobkasi avtomat bo'ladi. Barlarni ko'rishingiz mumkin. Lyuki bo'ladi. Bu yerda hattoki mana oynachalarni mana bu ochgan vaqtingizda o'zi yorug'lik tarqatadi, maxsus ko'zni olmaydigan yuzga tushadi. Xo'p, bitta zavod qilib ko'ramiz, eng qiziq joyi. Mana mashina yoqqaningizda maksimal tezligi 240 km/soat deb ham ko'rsatib qo'yadi. Ruli juda ham yumshoq bo'ladi. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Va eng qizig'i, ushbu avtomashinamiz 8 xil rejimda harakatlanadi. 1 xil emas, 2 xil emas. Naqd 8 xil. Bu degani nimalar? Mana sizga bitta ko'rsatib o'tamiz hammasini. Mana standart, ekonom, sport, снежный, песочный, грязь, rejim broda, rejim горных, дорожных и горный model. Bu nima degani? Bu degani siz shaharning ichida ham harakatlanishingiz mumkin, tog'ga ham chiqishingiz mumkin, cho'lga ham borishingiz mumkin.
umuman O'zbekiston sharoitida nimalar bor? Tog', cho'l, shu bir qayiq bo'lib suzib bera olmaydi. Bo'ldi. Boshqa hamma narsa qilsa bo'ladi bu mashina bilan. Polniy prividda harakatlanadi. Eko normalar ham bor. Xo'p. Keyingi aytadigan qismimiz, demak, mashinamizning orqa qismi. Mana bitta yopgandan paroglari kiradi, ko'rdingiz. Orqa eshik ham xuddi shunday. Bitta ochgandan paroglari tushib ketadi. Mana bitta orqa qismini bitta ko'rsating. Ushbu mashinamiz demak 100% eshiklari bilan birga eko charm bilan qoplangan, eko koja bilan. Buni mana buni kelib, tegib ko'rib bilsangiz bo'ladi. Va bitta narsani aytish yodimizdan chiqdi. Ushbu mashinamizda ikkita oldingi sidenasi ham elektronni bo'ladi. Ikkalasi ham qizitadi va ikkalasida ham massaj sidenalar bo'ladi. Ba'zi mijozlarimiz kelib aytadi, ko'rgan vaqtda bu mashinani orqadagi eshigi tor, kirib chiqish qiyin. Yo'q, aksincha, mana bemalol kirib chiqish mumkin. Bunday ko'rinishdagi, bunday dizayndagi, bunday klassdagi avtomashinalarning barchasida orqa tomoni shunday bo'ladi. Va qolgan brendlardan ushbu mashinaning ustun tomoni bor. Buni mana bu orqa sidenasi yotqiziladi. Mana oxirigacha tushirsangiz bo'ladi. Mana tushirilganligini bitta ko'rsating, mana salondan, eshikdan qancha. Bu degani siz dalni yo'lga ketgan vaqtda mana bunday o'zini yotib, yarim yotgan holda bemalol uzoq yo'lga borsangiz ham bo'ladi. Bel og'rig'i sizni hech qachon bezovta qilmaydi. Komfort tomonlama hech qanaqa masalasi yo'q. Bitta yotgandan qaytib kiradi. Endi orqa tomoniga o'tadigan bo'lsak, orqa tomoni, ayniqsa orqa tomoni, o'sha bu videoni boshida aytib o'tgan gelikka birga bir o'xshaydi. Bemalol o'shani sizga nima deydi, emotsiyasini, adrenalinini bemalol beradi. Bagaj qismi, bagaj qismida ham mana beskulchoy dostuplari bo'ladi. Bitta ochganingizda kattagina bagaj. Ko'pchilik mijozlarimiz so'raydilar, demak, ushbu avtomashina nimada harakatlanadi? Ushbu avtomashina to'liq benzinda harakatlanadi, lekin xohlasangiz metan, xohlasangiz propan o'rnatishingiz ham mumkin. Bunday xizmatlar o'zimizda mavjud, servisimiz bor. Ushbu avtomashinamizning rasmiy kafolati 3 yil yoki 100 ming kilometr bo'ladi. Bemalol har qanday servis xizmatimiz uchun ustalarimiz bor, o'zi servis ko'rsatadi, xizmat ko'rsatadi siz uchun. Bagaj qismini ko'rdingiz va yopamiz. Orqa tomonida kattagina zapaskasi bo'ladi va bu aldamchi emas, bu haqiqiy zapaska. Mana ko'rib turganingizdek 360 graduslik kamerasi ham bo'ladi buni ichida. Maxsus zavod tomonidan. Xo'p, endi eng qiziq joyga yetib keldik sizlar bilan. Ushbu mashinamizning narxi qancha? Ushbu avtomashinamizning hozirgi kecha kunduzdagi narxi 452 million so'm. Faqat 25-dekabrgacha Bestunbau Buxoro avtosalondan, rasmiy dilerlik markazidan chegirma asosida 438 million so'mga xarid qilishingiz mumkin. Shoshiling, avtomashinalarimiz soni cheklangan. Ulgurib qoling, pastda telefon nomerlar qoldiramiz. Ushbu raqamlarga aloqaga chiqing. Menejerlarimiz sizni kutib oladi.